Vodiydan kelganingizda ro'zali patir yeganmisiz? Yemagan bo'lsangiz yeb keting, mazasi zo'r. Toshkentdan qaytishingizda Pervaldan cho'kkangiz yo'lda chiroyli nonlarni, qurtlarni, eshaklarni, o'yinchoq eshaklarni, otlarni qo'yib qo'yadi. Odamni tomosha qilib bahri ochiladi. Lekin o'shalarda bir orqa tomoniga hech o'tganmisiz menga o'xshab? Hozir ro'zali patirdamiz. Bu orqa tomon ko'rinish. Mana aytdi, g'o'zapaylar bor ekan, bilasizmi? Shu g'o'zapaylarda sizlar olgan nonlarni mana shu yopargan. Savdo bo'lmagan kuni ro'zali patir mana mushakni urar ekan qarshilatib, savdo yaxshi bo'lmagan kuni. Eng qizig'i mana shu molg'aylar. Mana shu ko'rsataman. Bu ham kasal ekan. Katayni ko'ryapsizlarmi? Bilmayman, o'rdak boqqanmi, nima deyman bilmayman. Nima deysiz, balonlar qo'yib qo'yibdi, tovuq boqqanmi? Bu odam dakinga qiziqarmi ekan? Otlar tepada yotdi. Bilmayman, nima ekan. Bu tomon ponni katayapti bilasizlar? Mana tomonlar ponni katayapti mana. Menimcha xo'roz boqqan bo'lsa kerak. O'rdak. Chunki hozir bu qattiq sovuq. Bizni yazamonlardan ko'ra sovuq bo'lyapti. Lekin gapi mana addasalarni olib qo'ygan. Hojatxonaga kirib bemalol to'g'ri qilasiz. Sekin chiqamiz endi. Mana uni sizlarda nima deydi? Bizlar teshik kulcha deydi. Teshik kulcha deydimi? Nima deydi buni? Hozir qoplar bilan ko'ribdi. Iskalat tomoni. Yosh bolalarga o'ynatib, narsalar tanklar. Dada nima olib kelding deydi. Mana shu narsalar olinadi. Bittadan. Mana shu qand ko'padigan bo'lmaydi. Obrasha. Yoshligimda xo'roz qand yeganmisiz, yemaganmisiz kommentar yozib qoldiringlar. Xo'roz qand olay, mana qanddan ko'ra xo'roz qand olaman. Xo'roz qand olaman, ikki mana olaman. Keyin u narxotni olamiz. Obunachilar mana shu ro'zali patir deydi-yu. Mana shu ro'zalagan tirigi bo'ladi, originali. Endi ko'pchilik ro'zali patircha qochasiz. Ro'zali patir degan agar non yomon chiqadigan bo'lsa, mana shu odam ko'raveradi. Noni zo'rligi uchun odamlar ko'pchilik to'xtaydi. Gap yo'q, shu nayvesdan shuni o'tganlarida o'zi kulcha tarqatib turadi. Kulcha ollaringmi, yeb ko'ringlar, mazasi bo'lsa, mana shu ro'zali patir kelaverasizlar. Charchamayapsizmi? Akadan men pul olganim yo'q. Yo bu narsa so'raganim yo'q. Prosta addishi men o'zim taklif qilyapman. O'sha o'tgan yilimi 2 kilo olib reklama qilyapti, odam ko'payib ketdi. Yaxshi bo'lsa kelaveradi. Bozoringizda aka. Rahmat aka. Ro'zali patir, ajoyib patir. Keyla. Fruitlarimiz ham